Xullas, 40 daqiqa vaqtim bor edi. 9dagi uchrashuvim 9:40 ga ko'chirildi. Nonushta qildim. Rejalarimni yozib chiqdim. Yil oxirigacha yana qo'yilgan rejalarim bor. Bilasam, yil boshida yozganlarimni hammasini qilib bo'lganman, hattoki yo'llarini ham. Deyarli hamma rejamizni bildirganmiz. Bilmagan joylarimiz ham bo'lgan. Lekin asosiy rejalarimizni hammasini bildiramiz. Shunaqa gaplar. Filtrsiz chiqyapman. Kechgacha ishlaganman, yaxshi uxlamaganman, lekin filtrsiz chiqyapman. Ko'zimning kachествоsi kundan kunga yaxshilanib ketyapti. Kundan kunga. Kanal hech narsa yo'q. Lekin menga jam yo'qotdi. Jam tiniqlashib ketyapti kundan kunga. O'zi hech qachon muammoli bo'lmagan oxirgi yillarmi? Yana ham yaxshilashib ketyapti.